Hokim buva budjet puli. Bilaman, mana bir tog'amga o'xshar ekan. Lekin shu biratga ham mazada. Nimaga hokim buva? Hamma jinoyatni o'zi boshlaydi, lekin o'zi biror marta qamalmagan. Hokim buva, bu budjet pulini nima qilamiz? Hokim buva bitta taklif bor. Xo'p desangiz, mana aholini ijtimoiy munosabatlarini o'rgangan holda ijtimoiy so'rov o'tkazib, ularning fikrini olgan holda o'sha pulni o'sha aynan kerakli nuqtalarga yo'naltirsak qanday bo'ladi? Bu mening taklifim. Senga bitta taklifim bor, bitta choy damlabki. Bor. Xo'p, achchiq bo'lsin. Hokim buva, yangi-da. Men buni gapirayotganimda bir axborot bo'lyaptim televizorda deb o'ylabman. Xullas, bu budjet puliga qishloq yo'llarini asfalt qilamiz. Hokim buva, yo'l savobi zo'rda. Uni ustiga qariyalar duo qiladi, hokim buva. Qariyalar deganingiz. Shu budjet pulidan qariyalarga bir osh tarqatsakchi. Qariyalarning duosi yaxshi. Hokim buva bayram bo'lib ketadi-yu. Bayram deganingiz. Yo shu budjet pulidan qishloq ahliga bitta bayram uyushtiramizmi? Hokim buva qishloq xursandligidan katta to'y bo'lib ketadi, hokim buva. To'ppa-to'g'ri aytdingiz. To'y qilamiz. O'g'lim uylantiramiz. Yo'llar emas bu. Qariyalarga ham osh beriladi. Eng muhimi butun qishloqqa bayram bo'ladi. Hokim buva, juda aqlliman. o'qigan odamsiz. Lekin buni uchun o'qiganman, padonligi shu. Mana onga, siz gaplashasan Toshkentdan. Mana onga to'y qilamiz, butun qishloqqa bayram qilamiz. To'y ham davutira bo'ladi-da, hokim buva. Bojalarni gaplashasan. Nimaga? Telefonda ko'rdim, uyini suv bosib, shukurlar yordam bo'ladi. Faqat tekshiringlar, suv ham ijodga o'xshab fonogramma bo'lmasin.